Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Yaxshi, Salomatligingiz yaxshimi? Mana shunday ahvol yaxshimi? yaxshi. Aras, men deganizdan o'yishib baqdingizmi? Qaysi? Yana shu to'yning gapimi? Ha, shunday. Qachon ishlayman dedim-ku, men bilan to'y qilg'urak pulingiz bormi, uyingiz bormi, mashinangiz bormi? Tuva, o'sha nimdavarsiz? Acaba siz degan mush atalmış mal dunyo menda bo'lmagan bilan, siz uchun suqadan yurak, sizni baxtli qiladigan ishonch bor. Yana sizni bir-birini menga qadrlayman. Zuhra, sizga mal dunyo shunchalik muhimmi? O'ylab baqing. İnsanın mal dünyada mı mühim? Mihri vapa, bir-biriga bo'lgan ishonch, sadoqat, pak muhabbet bo'lsa, qandoqmi o'zi baxtli yashayotman degan bo'lsa. Voy bo'ldi, nadik ahmas falsafalaringizni menga o'qib bermay qarang. Siz shu sadoqat, pak muhabbatingiz yurkingiz bilan to'y qilib oylangchimi? Bo'ldi, xo'sh. Tova, men aqida bog'lab, men yaxshi ko'rib, chin qalbimdan so'ygan qizning meni emas balki mening mashinam, uyim, mol dunyolarni yaxshi ko'rganga bak hayron qilyapman. Shu atalmış mashina, uy, mol dunyolar baxt ichida yashayotgan muhabbatlik hayotimning muhimidir. Hamda haqiqiy muhabbatning nima ekanligini his qilyapman. Bu hayotimda meni eng yaxshi ko'radigan, eng qadrlaydigan birdan-bir ayol mening onam edi. Anam herkesle benim maşinam, uyum, mal dünyalarım lazım emas. Fakat benim tinch amalligim, xo'shallligim, mening kelajakdagi baxtim hammadan muhim. Endi shuni his qilyapmanki, asli men eng hurmatlashga, eng qadrlashga, eng kuyinishga muhtoj bo'layotgan inson yalnız shu mehribon onam. Tavba deyman. Shu mal dunyoni o'zining baxti deb o'ylayotgan, shu insonga bergan muhabbatim, mushu onamga bergan bo'lsam, anam bana qanchalik dualarını, qanchalik baxtlarni tilayapti. Mensiz o'tgan turmushning lazzati yo'qdir. Sinashmagan suygunim hargiz qadr qimmati yo'qdir. Muhabbat uchun jonni qurbon qilgan tursam, chin muhabbet sadaqatine de bulsun. Bu alemde üzülmez, işki muhabbet nur iştisi. Köngüldeki dertni aytqanib olmaydı. Oy, aqli muhabbet üçün nurgun acılar kirak. Sınlaşmagan suygunim hargiz qadr qimmati yo'qdir. Aqli muhabbet uchun nurgun ajrlar kerak. Sirdoshmagan suygunim hargiz qadr qimmati yo'qdir. Alemge telmürüm izleymen canım perini, lekin izlab topmadım şu canan hidini. Birga o'tgan kunlarni, şu aydin kechilarni hargiz unutsang bo'lmaydi. Muhabbatning rishtisi, ko'ngildagi dardni aytqanib bo'lmaydi. Oy, aqli muhabbat uchun nurg'un ajrlar kerak. Sinashmagan suygunim hargiz qadr qimmati yo'qdir.
Aqani muhabbet Üçün nurgun əcillər kirək Sırdaşmağa söygünün Hergiz kadir kıymeti yoktur Sırdaşmağa söygünün Hergiz kadir kıymeti yoktur